O'zbekiston mundialga yo'l oldi. Toshkent esa qahramonlarni tantanavor kutib oldi. Bugun tushdan keyin Toshkent xalqaro aeroportida tarix bitgan daqiqalar yana bir bor takrorlandi. 6-iyun kuni Abu Dabidan havoga ko'tarilgan Uzbekistan Airways samolyoti poytaxtga qo'ndi. Uning ichida O'zbekistonning shonli o'g'lonlari, mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgan milliy terma jamoa futbolchilari bor edi. Toshkent ularni jim kutib olmadi. Uchish-qo'nish yo'lagi atrofida guldasta ko'targan bolalar, ko'zlarida faxr yongan ota-onalar, ularning yonida quvonchini yashira olmayotgan murabbiylar va sport rasmiylari. Bu oddiy kutib olish marosimi emas edi. Bu yutuq ortidagi o'zbek futbolining ko'zga ko'rinmas, ammo qudratli sahifasi. Qahramonlarga esa davlat mukofotlari. Prezident Shavkat Mirziyoyev futbol bo'yicha milliy terma jamoa a'zolari va murabbiylarni davlat mukofotlari bilan taqdirlash to'g'risida farmonni imzoladi. Bu oddiy farmon emas, bu qadr, tan olish va sportga bo'lgan yuksak ishonch bayonidir. O'zbekiston iftixori, jamoaning asosiy tarkibi va bosh murabbiy Timur Kapadzega, fidokorona xizmatlari uchun ordeni, futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga, do'stlik ordeni, murabbiylar shtabi a'zolariga, salomatlik ordeni jamoa shifokoriga, sog'lom turmush medali, tiklanish va fizioterapiya bo'yicha mutaxassislarga, shuhrat medali, media, tarjima, admin, texnik xizmat xodimlariga. Bu mukofotlar faqatgina rasmiy e'tirof emas. Bu sizga ishonamiz, siz bizga keraksiz. Siz bu yurtning faxrisiz degan xalq so'zidir. Davlat rahbarining sovg'asi sifatida milliy jamoa futbolchilari va murabbiylariga zamonaviy BYD rusumidagi avtomobillar topshirilishi ham rejalashtirilgan. Taqdimot marosimi hamda taqdirlash 10-iyun kuni Qatarga qarshi so'nggi guruh uchrashuvidan keyin Toshkentdagi Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Bu ham ramziy, ham motivatsion harakat, orzular haqiqatga aylanishi mumkinligining isbotlovchi sahnasi. Bu orada FIFA prezidenti ham ayni O'zbekiston milliy terma jamoasi ortidan mamlakat prezidentiga tabrik yo'lladi. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. Futbolning eng yuqori darajasi. FIFA prezidenti Gianni Infantino ham o'zbek jamoasining yutug'iga befarq bo'lmadi. U prezident Mirziyoyev nomiga maktub yo'llab, milliy terma jamoaning jahon chempionatiga chiqishini tarixiy qadam deya ta'rifladi. O'zbekistonni FIFA jahon chempionatida ko'rish faqat siz uchun emas, butun futbol jamoatchiligi uchun katta voqea. Butun dunyo oq bo'rilarning mundialdagi debyutini intiqlik bilan kutmoqda, deyiladi tabrikda. Endi esa Qatar. Hali bu hikoyaning sahifalari tugamadi. 10-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi saralashning yakuniy bosqichida Qatarga qarshi maydonga tushadi. Maydon esa begona emas. Mezbon jamoa Qatarni o'z uyida qabul qiladi. Bu o'yin rasmiy jihatdan hech qanday narsani hal qilmasa-da, ruhan ichki mas'uliyat nuqtai nazaridan juda muhim, chunki bu mundialga yo'l ochgan jamoaning xalq oldidagi ilk sahnadagi chiqishi bo'ladi. Anxoruz esa jarayonni kuzatishda davom etadi. Hammasi chetda eshitib turibdi sizni. Hammaga hech shubhasiz mana shu bu tarixda milliy sportimiz sallomasiga oltin harflar bilan bitiladigan bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 yashar ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda, qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan farqli ravishda faxrlanmoqda desak, haqiqatni aytgan bo'laman. Aminman bu tarixiy yutuq xalqimizning ezgu maqsadlar yo'lida yana birlashtiradi. Minglab mana shu yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar meni farzandlarim. Minglab yoshlar uchun bu ilhom manbaiga, ibrat timsoliga aylanadi.